To'yda kim bu yerga qadam bosma. Dada, Nima? men baribir o'shanga tegaman. Yaramas qiz. Agarda o'sha qizni menga olib bermasangiz, mana bu uyda qayta ko'rmaysiz. Zarina farzandli bo'ldi. Meni bunday qizim yo'q. Xursand bo'lishga arzimaydi. O'sha hurliqoyini ota-onasi ham uyga kiritmabdi-ku. Amerikaga ketmoqchiman. Odam ham topib qo'ydim, opa. Hammaga ham ishonurman. Ular seni bittada sotib yuboradi. Haligi Zarinadan xabar bormi? Men kimligimni bilasanmi? O'sha sen er qilib olgan yo'ldosh akangni xotini bo'laman qonuniy. Kechiring, dada. Haydab jo'nat bu yuzsizni. Hali ham kechmas singiljon, ketmagin. Shu yerda meni yonimda qol. Sen u qizni o'zingga yaqinlashtirma, tushundingmi? U endi qaytmaydi. Bolalarini sizga qoldirib ketdi. Endi ana shu bolalariga siz qaraysiz, boqasiz. Meni bolam qani? Nega bolam yo'q? Men shuncha yil kutdim, shuncha yil umid qildim. Dada. Dadasi. Dadajon. Dadasi. Dadajon. Biz hoziroq qidiruvni boshlaymiz. Senam topiladi-a? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. O'rtoq, molni o'zimiz yetkazamiz degani yaxshi bo'ldi. Sarson bo'lishdan qutuldik. Ha, endi ularga ishonsak bo'ladi. Lekin anchadan beri birga ishlayotganimiz qo'l keldi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qaytish chiptalarni olamiz. Boshqa qiladigan ishimiz qolmadi. Unda aeroportga borib o'tirmaymiz, ha? U yoq bu yoqdan olarmiz. Menga qara. 1-2 kun qolmaymizmi? İşimiz vaqtli tugadi-yu. Shahar mudot tuzukroq aylanmadik. Doim molni olamiz va ketamiz. Nima deding? To'g'ri aytasan. Bahonada bozorlarni ham bilib olamiz. Ha? Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zbekmisan? Xola, suvolinglar. Suving qancha? 12 lira. Bera qol. Mana. Ikkita ber. Mana o'rtoq. Mana. Hozir qaytimini beraman. Yo'q, qaytimi kerak emas. Rahmat. Sen bu yerlarda nima qilib yuribsan, bolam? Suv sotib, oyimga qarashaman. Unda kechga qolmagin, xo'pmi? Oying xavotir oladilar. Bora qol. Xo'p. Yaxshi bor. Xo'p. O'sha bolani o'ylayapsanmi? Ha. Ko'z oldimdan ketmayapti. Nega u unaqa ko'chada yolg'iz suv sotib yuribdi? Ha, ota-onasi bilan kelgan bo'lsa, buni ham ishlatishyapti-da. O'zimizniki ekanligiga meni ham rahmim keldi. Balkim uni tirikchiligi biznikidan yaxshidir. Qayerdan bilasan? Balki. Ozgina charchadim. Ozgina uxlab olay. Dam olaman. Mayli. Kech yana aylangan chiqamiz, ha? Ha. Voy, chiroyli joy ekan. Milliy qilib qilishibdi, qara. Ha. Men qo'limni yuvib kelay, o'rtoqjon. Xo'p.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekmisiz? Voy, buncha yaxshi. Qayerga bormasak, o'zimiznikilarni ko'ryapmiz. Boringlarga shukr. Nima buyurasiz? Ismingiz nima? Zarina. Zarina? Opa. Bormisan? Tinchlikmi? Nega o'tir? Bormisan? Bilasanmi, seni qancha qidirdim? Nima qilib yuribsan bu yerda? Ha? Ishlayapman. Ishlayapman? Seni menga boshqacha gapirishganda, turmushga chiqdi, hayoti yaxshi deyishgandi-ku. Shunaqa edi, opa. Faqat oxirgi paytda ozgina Nima bo'ldi? hammasi o'zgarib ketdi. Seni qancha qidirdim. Meni bunaqa ishda ishlatganimni ham kutmaganingiz aniq. Seni topganimga ishonmayapman. Behisob shukr. Nihoyat ko'rishish nasib qildi. Opa. Men bunaqa o'tirib qolganim ko'rishmasin. Bizga mumkin emas. Ish vaqti tugashiga ham ozgina qoldi. Keyin yana ko'rishamiz, xo'p? Xo'p. O'rtoq. Nima bo'lyapti? Tushunmay qoldim. Kim bu qiz? Singlim dedingmi? Tug'ishgan singlim. Nimaga u haqida umuman gapirmagansan? Nimaga uni Turkiyadaligini gapirmagansan? O'rtoq. Buni tarixi uzoq. Keyinroq gapirib beraman, xo'p? Ketsak bo'ladi endi. Qachondan beri bu yerdasan? So'ramadim ham. Ha. Istanbulga kelganimga endi 1 oy bo'ldi. Ungacha boshqa davlatlarda ishladim. O'zingiz nima qilib yuribsiz? Bilasan-ku, meni ishim bor. Bozor o'charim, mol olib ketaman. Bugun o'rtog'im bilan o'zimizga dam berdik. Mollarni jo'natib yubordik. O'rtoq, bekor qolmabmiz, ha? Ha. Qayerda turasan? Bu yerning egasi juda ham yaxshi ayol. Bizga kafedan joy berdi. Oyi, Voy. oyi. Kel. Nima? Oyijon? O'g'lim. Oyi, shu xola mendan so'ragandilar. Qaytimini ham olmadilar. Voy. Necha marta aytganman, qaytimlarni o'zingga olib qolmagin deb. Yana bormi farzanding? Ha, qizim bor. Qani u? Shu yerda, Qayerda? ichkarida. Yaxshi. Men bilan O'zbekistonga qaytasan, ha? Yo'q, opa. Meni baribir qabul qilishmaydi. Surayyo, bugungi chiptalarni ertangi ko'chir, xo'pmi? Nimaga o'rtoq? Olib ketaman singlimni. Bolalari bilan birga olib ketaman. Xo'p? Opa. Nima? Ketasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi seni topib deganda yo'qotishni xohlamayman. Tushundingmi? Bo'l, kiyimlaringni yig'ishtir, hujjatlaringni ham tayyorla. Ertagayoq ketamiz. Qani, bo'l.
Ketdik, yur o'rtoqcha. Seni endi topdim deganimda yo'qotmayman-ku. Bo'l tez. Yur. Akalarim meni qabul qilishmaydi. Dadam uyga kiritmaydilar, bekor keldim. Sen hech narsani o'ylamagin. Uyim bo'lmasa ko'chada qolib ketaman, opa. Ko'chada qolmaysan. Menikida yashaysan. Biroz vaqt o'tsin, keyin Xudo xolisa uyga qaytib borasan. Pochchamni oldilarida xijolat bo'laman, opa. Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsani o'ylamagin, iltimos. Yur. Yura qol. Nima deyishdi? Berishmas ekan. O'zi ularga nima bo'lgan? O'zingiz uydagilaringiz ham menga uylanishingizga qarshi-ku. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Menimcha tinchgina to'xtaganimiz yaxshi. Jinni bo'ldingmi? Shuncha yil sevgimizmi bo'ladi? Yo'q. Yo'q, Zarina. Men oxirigacha kurashaman. Mana ko'rasan. Meni ham, seni ham uydagilaring ko'nishadi. Ko'zim yetmayapti. Zarina, o'zi senga bir savol. Sen meni yaxshi ko'rasanmi, yo'qmi? Bu nima deganingiz? Bekorchilikdan yurmayotgandirman. Unday bo'lsa, nima bo'lsa ham. Men 10 sonlikcha to'xtamayman. Uydagilaringga boshqasiga tegmayman deb oyoq tirab olgan. Men esa oyimni ko'ndiraman. Dadamni bilmaysiz-da. Bir so'zli odam. Men ham bir so'zliman. Senga uylanaman dedimmi? Baribir uylanaman. Ko'rasan. Ko'ramiz. Bo'l. Bo'pti, yur. Kayfiyatim tushib ketdi. Muzqaymoq yeysanmi? Yur. Mayli, o'ylama. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Shu paytgacha bu xonadonda meni gapimni hech kim ikki qilmagan. Va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Shundaymi? Endi dadasi faqat o'shanga tegaman deb oyoq tirab turib oldi-da, nima qilamiz? Yo'lga sol, tushuntir. Ur, so'k, bilmayman nima qilasan. Lekin bilib qo'y. O'sha lapashanga beradigan meni qizim yo'q. Qizingni ham qulog'iga quyib qo'y. Dadasi. Men baribir undan boshqasiga tegmayman dedi. Agar kerak bo'lsa, Qo'y qiz. Ovozingni o'chir dadangga gap qaytarma. Nima? Hali kerak bo'lsa o'tib oldingmi? Ikkita lapashang kelishib olib, ha? Nima? O! Dadasi. Ikkita qulog'ing bilan eshitib ol yaxshilab. Meni o'sha lapashanga beradigan qizim yo'q. Agar meni gapimni bo'lib, yuzimga oyoq bosadigansan, to'yda kim berga qadam bosma. Dada, nima? Qaytarma. Men baribir o'shanga tegaman. Yaramas qiz. Agar tegadigan bo'lsang, Bo'ldi. sanaqangi qizim yo'q. Dadasi. Oq qilaman. Bo'ldi dadasi, o'zingizni bosing. Jon dadasi, o'tiring. Yaramas qiz. Choy iching dadasi. Nima? Sen o'sha qizdan boshqasini demaysanmi? Ha, demayman, oyi. O'ylab ish qil. Yana bir marta so'rayapman. Oyi, agarda o'sha qizni menga olib bermasangiz, o'sha qizga to'g'riroq uylanmasam, mana bu uyda qayta ko'rmaysiz. Bosh olib chiqib ketaman shu uydan. Shunaqami hali? Ha. Mayli. O'sha qizga uylanasan. Mahalla kuy oldida to'y qilib beraman. Lekin u qizingni hech qachon uyga kiritmayman. Nega? Men uchun bo'lsa. Uydan bosh olib ketgan o'g'ilsan sen.
Zarina, hozircha shu yer bizga bo'ladi. Muhimi birgamiz-ku. To'g'ri, hozir seni ham, meni ham ota-onam uydan haydashdi. Endi vaqt kerak. Vaqt kelib bizani tushunishadi. Yana o'ziga chaqirib olishadi. Shunchalik qattiq xafa bo'lishganida dadam ham zo'rg'a ko'ndilar ovqat qilib berishga. Ular norozi qilib to'y qildik-da. Menga qara. Har bir ota-ona uchun farzandi aziz. Aytapman-ku. Payt kelgandan so'ng albatta chaqirishadi. Farzandlardan yuz o'girib qayerga ham borishardi Zarina. Shunchaki gaplarga quloq solmadik. Shuning uchun fe'llarni ko'rsatishdi. Hozircha biz kutamiz. Keyin men aniq bilaman, yutamiz. Qaysi uy topdingiz? Mana keldik. Hozircha mana shu uyda turib turamiz. To'g'ri, sharoitlari yaxshi emas. Muhimi, ozgina sabr qilsak, albatta yana uyimizga qaytamiz. Shu yermi? To'lqin aka, biror haftadan keyin oldin siznikiga, keyin bizanikiga boshiga bo'lsa ham boraylik. Xo'p bo'ladi. Shunaqa qilamiz. Xavotir olma. Hozircha esa shu yerdan yangi hayot boshlab turamiz. Menga qara, kayfiyating ko'tar. Ketdik. Kalit qayerda edi-ya? Mana ko'rasan Zarina, oyim bizani quchoq ochib kutib Hozir. Salom bergin. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Tushunmadim. Oyi? Eshikni oching, oyi. Assalomu alaykum. Dada. Dadang hali ham o'zlariga kelmabdilar. Mayli, yur, uyga ketamiz. Zarina, ko'z yosh qilmagin. Yur. Ketdik. Yur. Yur. Opa, shuncha narsa ko'tarib yana ovora bo'lib kelyapsiz. O'zimiz topganimiz ham yetadi. Berganimda olib qo'yavergin. Meni bozorda topishim yomon emas. Siz ham pulni osonlik bilan topmayapsiz, opa. Ayol boshingiz bilan qop ko'tarib mol tashiysiz. Endi bitta joyda tursam bozorim qizimaydi-da. Yurib sotsam baraka kiradi. Siz ham qiynalib ketdingiz. Sen meni o'ylama. O'zingga ko'proq e'tiborli bo'lgan homiladorsan. Ko'ngling bu narsa tusaydi, bilaman. Men bularni boshimdan o'tkazganman. Opa. Dadam bilan oyim haligacha bilishmaydimi bu yoqqa kelishingizni? Yo'q, bilishmaydi. Bilishsa sizni ham ajratib qo'yishadi. Men sababchi bo'laman. Shuncha yordam qilganingiz yetadi. Bu yog'iga o'zimiz eplaymiz. Qaynonang hali ham o'zgarmadimi? Qaynonam o'zgarmasa ham kerak. Men kuyovingizdan xavotirdaman. Nega? Bilmadim, o'zgarib qolgan. Oldingidek emas. O'zi shu to'y deb qarindoshlardan ham uzilib qoldik. Xosiyatsiz to'y bo'ldi. Buni o'ylamasangmi?
bugun bo'lmasa erta indin jahllardan tushishadi. Hali farzanding tug'ilsin, navaramni ko'raman deb bir oyog'i senikida bo'ladi. Shunaqa bo'larmikin? To'g'risini aytsam, kuyovingiz senga uylanganimdan keyin onamdan ajralib qoldim. Ishimdan baraka qochdi deb gapiryapti. Nima? Har kuni bitta ko'ngilsizlik bor. Har doim mendan noligan. Topgan pulim bilan seni boqamanmi, ijarani to'laymanmi deb janjal qiladi. Sendan boshqasini demayman deb uylangandi-yu senga. Bilmadim. Oldingidek emas. Xuddi kimdir bilan tezlab turganga o'xshaydi. Shunaqa degan. Sen siqilma Sinem. Bolangga zarari bor. Balki pul topishdan qiynalayotgandir. O'shanga alamini sendan olayotgandir. Bular hammasi vaqtincha seni o'tib ketadi. Sen mana bu pulni olib qo'y. Faqat men berganimni aytma. Xo'p? Rahmat opa. Unda men bora qolay. Pochcham ishdan kelguncha ovqat qilishim kerak. Oyi! Ado! Qayerdasizlar? Oyi! Hay qizim ke bu yoqdamiz. Assalomu alaykum. Suyunchi bering, suyunchi bering. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Adasha yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat. Suyunchi beringlar. Nimaga? Zarina farzandli bo'ldi. Dada, yana bitta nevarali bo'ldingiz. Nima qilay? Boshingdan zar cho'chaymi? Zarina farzandingiz-ku. Xursand bo'lmaysizmi, dada? Meni bunday qizim yo'q. Xursand bo'lishga arzimaydi. Hech bo'lmasa oyi, siz biror nima deng? Tabriklab qo'y. Endichi Arazilani to'xtatsanglar bo'lardi. Uni yolg'izlatib qo'ydik, dada, oyi. Nima, uni yaxshi ko'rganiga turmushga chiqishga haqqi yo'qmi, dada? Qizim, bizda boshqa gaping yo'qmi? Bo'lmasa, bor. Uyingga bor. Bolalaring, ering kutib qoldi. Bor. Yaxshi o'tiribsanmi o'zing? Bolang katta bo'lyaptimi? Shukr opa. Hozir uxlatib chiqdim. Kuyovim ishdami? Bir ko'rinib, bir kelmay yuribdi. Nega? O'zim ham bilmayman. O'g'liga ham intilmaydi. Opa, erim tashlab ketib qolsa nima qilaman? O'zi ota uyimdan haydaldim. Akalarim ham hali ham jahldan tushmadi. Siz
bizdan boshqa suyanadigan hech kimim qolmadi. Bunaqa ahvolda yashayotganimni bilib qolishsa ustimdan kulishadi. O'zim pishirgan oshchi deb baloga qolib ketmasam bo'ldi. Balki qilgan ishdan pushaymon bo'lib ortga qaytar. Men qilsa ham o'rtada farzandinglar bor. Sog'inadi o'g'lini. Ha? Muomalasi ham oldingidek emas, opa. Men bilan gaplashmaydi ham, turtib surtadi, baqir-chaqir qiladi. Mayli. Biroz shoshmaguncha balki o'ziga kelib qoladi. Ha, uydagilari bilan kelishmay qolgan bo'lsa, alamini sendan olayotgandir seni. Onasini rozi qilib olsin. Balki o'shanda sizlarni ham uyga olib ketar. Endi onasi-ku nevarasini ko'chaga tashlab qo'ymasa kerak. Bilmadim. Singlim, vaqt hammasiga davo. Hali ko'rasan, turmushing iziga tushib ketadi. Dadasi, Zarinani kechirsangiz bo'lardi. Jon dadasi. Uni ismini tilingga olma dedim. Eri tashlab ketibdi. Ajrashishga berganmish. Battar bo'lsin. O'sha paytda meni gapimga quloq solish kerak edi. Bolasi bilan yolg'iz o'zi qiynalib qopti. Hech bo'lmasa akasi xabar olib kelsin, jon dadasi ayting. Hech kim hech yoqqa bormaydi, tushundingmi? Sen ham aralashma. Men uni yuzini ko'rishni istamayman. Yana qaytarib aytaman, bu uyda unga joy yo'q. Rahmingiz kelsin, jon dadasi. O'zingizni qizingiz-ku axir. Begona emas-ku, jon dadasi. Men o'sha paytda yo'q. Mana shunaqa bo'lishini bilganim uchun rahmim kelgandi. Endi unga nisbatan mening rahmim yo'q. Otasini yuziga oyoq qo'ygan qizni hech qachon kechirmayman. U tavba qiladi. Kechirim so'raydi, jon dadasi. Kechira qoling. Bilib qo'y. Agar yana o'shani yonina oladigan bo'lsang, unga qo'shib seni ham haydayman, tushundingmi? Bechora qizim. Qiynalib ketyapti. Yana oldiga borib o'tirma. Eshitdingmi? Xo'p. Xudo. Xo'p, hammasini tushundim. Sizga ishonsam bo'ladimi? To'g'risi hozir shunga majburman. Yosh bolam bor. Erim ajrashib ketdi. Ko'chada bunaqa sarson yuraverib charchadim. Roziman. Ishga joylashib olsam, pulingizni qaytarib beraman. Rahmat. Bu yaxshiligingizni hech ham unutmayman. Bolajonim, kechir. Seni ham sarson qilib qo'ydim. Lekin seni hech qachon tashlab ketmayman. Hech qayerga ketmaysan. O'zim qarashaman senga.
Opa, shuncha qarashganingiz yetadi. Kvartira pulimizni ham siz to'ladingiz. Undan tashqari yeb ichishimiz, o'zingizni bolalaringiz, eringiz. Shuncha yuk bo'lganim yetadi. Bu yog'iga endi o'zim eplashim kerak, opa. Zarina, musofirchilikda noni qattiq. Uni ustiga o'g'limni ham olib ketaman deyapsanmi? Uni kimga qoldiraman bu yoqda? Ajrashib ketgan erimgami? Yoki uyga kiritmayotgan ota-onamgami? Menga qoldirasan. Bu yog'iga endi peshonamda borini ko'raman. Qismatim shunchalik achchiq bitilgan ekan, ko'nmasdan ilojim qolmadi. Iltimos seni. Yana bir marotaba o'ylab ko'r. Shu yerda ham ishlar bor. Ishlab kuningni ko'rsang bo'ladi-ku. Kunimni ko'rsam bo'ladi, opa. Lekin alam qiladigani o'zimni yaqinlarimga begonaman bu yoqda. Undan ko'ra chetda yurganim yaxshi. Peshonamda yana agar ro'shnolik yozilgan bo'lsa qaytaman. Meni kechiring, opa. Telefonim bor, siz bilan xabarlashib turaman. Qachon jo'namoqchisan? Hujjatlarim tayyor bo'lib, qo'limga chipta tekkan kun. Kimga suyanasan u yerda senam? Xudoga. Yaratgan meni yolg'izlatib qo'ymaydi. Mendan rozi bo'ling, opa. Alo? Eshitaman? Opa, bu men Zarinaman. Zari, singiljonim bormisan? Qayerlarda yuribsan? Nega qo'ng'iroq qilmay qo'yding? Sog' salomatmisan? Yaxshi yetib oldingmi? Rosa xavotir oldim seni. Ha, opajon, yetib keldik. Turkiyadaman. Turkiyada? Yevropaga ketmoqchi eding shekilli. Turkiyani Yevropa qismidaman. Mendan xavotir olmang, xo'p? O'zing yaxshimisan? Yo'lda qiynalmadingmi? Ilojim yo'q, qiynalsa ham tishimga qo'ydim. Ish topdingmi? Ish topdim. Keksa bir ayolga qarayman. Sharoiti bor yer ekanmi? Topadigan puling o'zingga yetadimi sening? Yaxshi pulga kelishdi. Endi 10 kun bo'ldi. Shahardagi hayotni hali bilmayman. Balki shu pulim yetib qolar. Ko'ramiz yana. Mayli. O'zingga ehtiyot bo'l, xo'p? Opa. Meni ketib qo'yganimga kimdir qiziqdimi? Bilaman, qayerdaligimda hech kimga qiziq yo'q. Nega unaqa deysan, Zari? Men-chi? Men seni o'ylab siqilyapman. Sizlarni qattiq sog'indim, opa. Hammalaringizni sog'indim. O'zingni qo'lga ol, singlim. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Opa, vaqt topib sizga qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Meni o'ylamang. Hamma yaxshiliklaringiz uchun sizga rahmat. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Xayr. Nima? Onang o'ldimi? Buncha ezilasan? O'sha payt yo'q deganimga qaramading. Aybni endi o'zingdan qidir.
shun qadamga o'ylanib, 1-2 bo'lmadi. O'sha paytda o'ldim, kuydimini umri qisqaligini avvaldan bilardim o'zi. Rozi bo'lganingizda yaxshi yashardim. Ha, ko'rdim yaxshi yashaganingni. 1 yilga ham yetmadi. Qarg'adingiz-ku, yaxshigina. To'ppa-to'g'ri. Qarg'ishga qoldinglar. Ana, o'sha hurliqoyini ota-onasi ham uyga kiritmabdi-ku. Mana, endi gadoyga o'xshab ko'chada yuribdi. Oyi, qo'ying, gapiravermang. Endi undan umidingni uz. U chet elda yolg'iz qolmaydi. O'ziga o'xshaganlarni ko'rib, pinjiga tiqiladi. Oyi, iltimos. Zarina haqida yomon gapirishni bas qiling. U unaqa ayol emas, yaxshi ayol. To'g'ri. Hozircha yaxshi ayol edi. Bo'lmasa, mana endi bo'ladi. Nima? Boshi ochiq ayolga chet elda qarab turishadimi? Hey, o'zingni-chi menga ko'p jabrdiyda qilib ko'rsatma. Undan ko'ra birortasini daraylaylik, to'y qilamiz. Hayotingni boshidan boshlaysan, hammasini unutasan. O'sha turqi sovg'ingni ham, bolasini ham. Kuyovim yaxshimi? Hozir kasalxonadan kelyapman, oyi. Ancha yaxshilar. Voy, bu falokat qayoqdan chiqdi? Shu ham bor ekanmi? O'zimni ham boshim gangib qoldi. Qattiq shikast yeganlar, oyi. Shunisiga ham mayli, shukr qilaman. Bunaqangi avtohalokatda odam sog' qolishi mumkin emas, deyapti doktorlar. Voy, bechora kuyovim Xudoga yozgani bor ekan-da, o'zi asrabdi. Senga qiyin bo'ldi-da, qizim. Oyi, meni o'ylamang. Puling yetib turibdimi? Amallayapman. Bog'cha bo'lmaganda bolalaringni tashlab ketdirdim, o'zim qarab turardim. Hozircha akasi eplab turibdi. Ering kasalxonadan qachon chiqarkan? Bilmayman, oyi. Ra'no qizim, senga sabr bersin. Ro'zg'or yuki hammasi o'zingni boshingda qolib ketdi. Nima qilaman endi, oyi? Shu ko'rgiligam bor ekanda. Haligi Zarinadan xabar bormi? Bilmayman. To'g'risi, erim bilan bo'lib esimdan chiqib ketibdi. O'zi ham negadir qo'ng'iroq qilmayapti. Qayerda yurgan ekan? Dadamning xabarlari bormi, oyi? Bilmayman. Zarinadan gap ochsam darrov jinlari qo'zib jahllari chiqib ketadi. Hali ham kechirish niyatlari yo'q. Shu ishlarni bekor qildilar-da o'zi. Nimalar bo'lib ketganiga haligacha o'zim ham tushunmayman, qizim. Nima bo'lsa ham oxir xayrli bo'lsa ish qil. Oyi, men Zarinani yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Yaxshi niyat qilgan qizim. Unaqa demagin. Bu yoqda kuyovingizni ham tezroq oyoqqa turishini o'ylayapman. Bozorim ham o'xshamayapti. Bilmadim. Ishimni o'zgartirmasam bo'lmaydi shekilli. Nima qilmoqchisan? Vaziyatga qarayman-da, oyi. Surayyo, men kattaroq ish qilmasam bo'lmaydi. Bu yerda olib sotganlarimiz o'zini oqlamayapti. Turkiyaga qatnaymizmi, a? Bu yerdagi tovarlarimiz talash bo'lyapti. Mayli, shunaqa qilamiz unda. Qo'limizdan kelarmikan? Albatta keladi, o'rtoqjon. Keladi albatta.
harakat qilamiz, o'rganamiz. Surayyo, men shunday qilmasam bo'lmaydi. Qo'limdagi bor pulni erimga ishlatib bo'ldim. Ering qachon yurib ketar ekan o'zi? Bilmadim. Shifokorlar hech narsa deyishmayapti. Kafolat berishmaydi. Mayli, siqilma. O'ziga kelib olgandan keyin bir ish yo'lini topib olarsan. Ering ham harakatchan odam, o'zi ham tinch o'tirmaydi. Mayli, ishlamasalar ham mayli, lekin bolalarim yonida turib bersa roziman. Ha, senga ham qiyin bo'ldi, o'rtoq. Ay, eslagim kelmaydi. Agar ishlarimiz yurishib ketsa, o'rtoq, do'kon ochamiz. Xudo xolasa. Ha, Javlon. Yaxshimisan? Dadangga ham qarayapsanmi? Ha, oyi, dadam ishlari rosa ko'paygan. Mahallada bilganlar etikmi, botinkami hammasini olib kelishyapti. Dadam erinmasdan ta'mirlab beryaptilar. Yaxshi-da. Choylardan ham xabar olib turgin. Menga qara. Aravada o'tirib charchasalar, uyga olib kirgin yoki so'riga chiqarib qo'y. Biroz dam olsinlar. Xo'p, oyi. Ha, tinchlikmi, nimaga qo'ng'iroq qilganding? Shu o'zim sizdan xabar olish uchun. O'g'lim, sening bilan ukangga ham qarab qo'y. Siz xavotir olmang, oyi. Mayli, xon. Alo. Ha, yaxshimisan, o'rtoq? Ishlaring ham yurishib ketibdi mana. Eshitib juda xursand bo'ldim, o'rtoq. Iloyim doim omadingni bersin. Rahmat. Endi harakat qilgan bandasini Xudoyim kam qilmas ekan. Nasibamizga yarasha bo'lib turibdi. Ha, yaxshi-da. Bularning hammasi Turkiyaning mollarimi? Asosan Turkiya mollari, ha? Tushunarli. Voy, esim qursin. Bir gapni aytishni esimdan chiqaray debman. Qanaqa gap, o'rtoq? Ana xolamning qizi bor-ku, o'sha singling Zarinani ko'rib qopti. Nima? Qayerda? Qayerda deysanmi? Turkiyaning Izmir degan shaharida. Izmirda? Rostdanmi? Yaxshi ekanmi? Telefonni olmabdimi? Voy yo'q, esiga ham kelmagan. Singling o'sha yerda bir o'zbek yigitga turmushga chiqibdi. Hozirda homilador ekan. Juda ham baxtli ekan. Zarina Izmirda ekanmi? Ha, jiyanim shunaqa dedi. Sizgina ya. Telefonni so'rab olmabdi-da. Mayli, Ra'no. Ishlaringga omad, o'rtoq. Keyinroq yana qo'ng'iroq qilaman. Mayli, xo'p. Xo'p, sog' bo'l. Demak, Zarina Izmirda. U baxtli turmushga chiqibdi. Xotirjam bo'ldim. Ana endi xotirjam bo'ldim. Voy, shoshma. Bexki. Isming Zarinami? Ha. Men kimligimni bilasanmi? Yo'q. Men o'sha yer qilib olgan yo'ldosh akangning xotini bo'laman, qonuniy. Qanaqasiga bo'lardi? Esingdan chiqib qoldimi? Yo'ldosh akangchi? Uni xotini yo'q edi-ku. Men kimman unda? Kimman men unda? Yo'q, kechirasiz. Ha? Ajrashganman deb aytgan. Ha, qulog'ingga tepgan seni. Qulog'ingga tepgan. Aldagan, laqillatgan. O'zi aslida-chi, sochingni bittalab yurgani kelgandim. Keyin bilsam yosh bolang bor ekan. Rahmim keldi. Bu fikrimdan qaytdim. Menga qara. Menga qara dedim. O'zingni yig'ishtirib ol. Bundan keyin erimni oldida o'ralashganingni ko'rmay tushundingmi? Mendan keyin yaxshilik kutmagin. Tushunding-a? Shunda meni aldab yuribdimi? Ha,
aldab, laqillatib yurgan, laqillatib. Tushundingmi? Erini berib qo'yadigan ahmoq yo'q senga. Tushundingmi? Erimni men berib qo'ymayman. Tushundingmi? O'zing yig'ishtirib ol. Bundan keyin erimni atrofida o'ralashganingni ko'rmay, tushundingmi? Mendan yaxshilik kutma keyin, tushundingmi? Iflos. Oyi, qayerga kelib qoldik? Bilmadim. Endi qayerga boramiz? Buni ham bilmayman. Qornim ochdi, oyi. Ozgina sabr qilgin. Biror joyda arzonroq u narsa bo'lsa olib beraman. Oyi, ana xola bizni chaqiryapti-mi? Ish qilib yaratgan birorta yaxshi odam uchratgan bo'lsin. Yurchi. Nima bo'ldi? Oyog'im tortmayapti. Hozir sening hamma narsa o'zgargan. Ko'rasan, seni quchoq ochib kutib olishadi. Avval biznikiga boramiz. Biroz o'zimizga kelib, keyin uyga borib kelamiz, ha? Yur qani, yura qol. Oyi, bular Zarina xolammilar? Tanidingmi? Ha, yuzlari tanish, o'zgarmaganlar. Bular esa jiyanlaring. Feruz bilan Shirin. Pochcha, sizga nima bo'ldi? E'tibor berma. Oyoq ostidan chiqqan falokatni deb. Xudo saqlasin. O'zing yaxshimisan? Shu paytgacha qayerlarda yuruvding? Yaxshiman. Yuribman-da rizqimni terib. Bolalaring katta bo'lib qopti. Endi men bir joyga borishim kerak. Sizlar o'tirib turinglar, xo'p? Suyunchi olishga dadasi. Dadamlarnikiga Sizlar o'tirib turinglar. Men tezda qaytaman, xo'p? Siqilma. O'tgan ishlarni unut. Ota-ona baribir bolam deydi. Seni kechirishadi. ularni juda ham qattiq xafa qilib ketganman-da. Endi hamma ham xato qiladi. Mensiz ketdilar. Birorta natija chiqishiga ishonmayman. Avval seni shu yerda ekanligingni aytib suyunchi oladi. Keyin o'zlari birga kelishadi. Yoki seni uylarda kutib olishadi.
Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. To'g'ri qilyapti. Bu uyda o'tirsa, ro'zg'ora kim tebratadi? Eri bu ahvol bo'lsa, bolalari katta bo'lib kelyapti. Erta-indin to'y qilaman desa, sen yordam berasanmi? Dada, nima opam to'y qilsalar qarashib turamiz. Shu gapingga ham rahmat akajon. Mehribon akalarim, mehribon ota-onam borligidan xursandman. Xullas, bitta yangilik bilan keldim bu safar. Qanaqa yangilik? Zarinani topdim. Uni uyga olib keldim, dada. Sendan shuni kutganmidim. Dada? Nima dada? Yaxshi bilasan. Men tuplagan tupugimni qaytarib olmayman. U men uchun begona. Ko'rish nariga tursin. Uni eslashni ham istamayman. Dadasi, iltimos, uni kechirib qoling. Hech qachon. U baribir siz yomon ko'rgan yigit bilan ajrashib ketdi. Sizlarni oq fotihangizsiz baxtli bo'lmasligini tushundi, dada. Tushungan bo'lsa yaxshi. Lekin bu gaping bilan uni oqlay olmaysan. Bir nima desangchi? O'g'li o'zi bilan qopdimi? O'g'li, keyin yana bitta qizi ham bor. Tushunarli. Turkiyaga borib ham jim yurmabdi-da. Bitta erkak bilan yashagan ekan. Lekin uni oilasi borligini bilmagan. Opa, u bilgan. Ersiz qolishdan qo'rqib yashagan. Opa, erkaklar ham ahmoq emas, fursatdan foydalanishni bilishadi. Kerakli paytda foydalanganda keyin javobini berib yuborgan. Singiljon esa bola orttirib yig'lab qolavergan. O'g'lim, singling haqida gapiryapsan. Qizingni o'sha yerda ham ahmoqchilik qilganini ko'rdingmi? Dada, endi kechira qolinglar. Opa, dadam nima desalar shu. Ularning fikrlarini ma'qullayman. Eshitdingmi, Ra'no? Sen u qizni o'zingga yaqinlashtirma, tushundingmi? Bo'ldi. Bu haqda boshqa gaplashmaymiz. Bor, uyingga bor. Uyingga bor. Opa nima deyishdi? Uyda hech kim yo'q ekan. Rozi bo'lishmadi. Men tushuntirishga harakat qildim. Qayoqqa? Men borib o'zim gaplashmasam bo'lmaydi. Bolalarimga qarab turing. Mehribonasi. Birga bor tez.
bolalarga men qarab turaman. Bor. Zarina. Bo'ldi, o'zingni qo'lga olgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, qilgin. Hozir. Hozir. Voy. Qizim. Voy jonim, voy o'g'lim. O'zim urgim. Onasi, kim keldi? Qizim. Zarina. Zarina. Dada. Mana bu begonani kim meni uyimga kiritdi? Dada. Kim? Dada iltimos kechiring. Yo'qol. Jon dada iltimos kechiring. Yo'qol. Dada. Men ado qizingizni kechiring jon dadajon iltimos. Mana buni ko'zimdan yo'qot. Ko'rishga ko'zim yo'q, yo'qot. Dada unaqa demang iltimos. Dadajon kechiring. Ahmoqlik qildim dada kechiring. Jon dadajon kechiring iltimos. Yo'qot. Hamma yo'qol. Unaqa demang dada. Tur o'rningdan. Tur. Dada. Agar siz kechirmasangiz, Zarina menikida yashaydi, chunki u meni jigarim. Eshityapsizmi, meni jigarim. Siz uyingizga qo'ymasangiz mayli. Meni uyimda yashaydi. Yurda qol. Qizim. Dadasi kechirsangiz bo'lardi-ku jon dadasi. O'shingizni qizingiz-ku. Ammajon, assalomu alaykum. Abedda lamon aytdim. Senim? Ha? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Robiya hammam kelib qoldilar. Ko'rishaman desam, meni ko'rib chiqib ketdilar. Sen e'tibor berma, hali qaytib keladilar. Meni aybim nima, opa? Nimaga qarindoshlarimiz mendan yuz o'giradi? Qo'y, ular bilganlarini qilsin. Sen e'tibor berma. Lamon yeymizmi abedda? Bo'ldi. Yo'q. Bu turishda hamma qarindoshlarimiz opamdan yuz o'girishadi. Alo. Opa. Meni ham o'zinglar bilan olib ketasizlarmi degandim. Bolalarimsiz ketaman. Shunga majburman. Rahmat. Anchadan beri chehrang ochilmaydi. Sen nimani buncha ko'p o'ylayapsan, ha? Opa, 2 yildan beri meni o'zingizdan uzoqlashtirmaysiz. Bolalarimni ham maktabiga o'zingiz to'layapsiz. To'g'ri, qo'limga pul tushdi. Lekin yomon tomoni qarindoshlarimizdan uzilib qoldingiz-da, opa. Akalarim ham, oyim ham kelishmayapti siznikiga.
yana deb yakkalanib qoldingiz. Judayam afsusdaman. Men senga ularni o'ylama degandim. Qo'limda pul bor. Uy olishimga kamlik qilsa ham, lekin boshqa bitta rejamni amalga oshirishimga yetadi. Xo'sh. Qanaqa reja ekan? Amerikaga ketmoqchiman. Sen nimalar deyapsan? Shunaqa qarorga keldim. Bu yoqda odamlarning gap so'zidan charchadim. Hech qayerga ketmaysan. Odam ham topib qo'ydim, opa. Hammaga ham ishonaverma. Ular seni bittada sotib yuboradi. Sotishmaydi. Amerikada ishlayman. Bolalarni-chi? O'ylayapsanmi ularni? O'ylayapman, opa. Shu bolalarni o'ylab ezilib ketdim. Agar yo'q demasangiz, opa, vaqtincha siz bilan qolib turishsin. Zarina, qo'y seni. Mana shu yerda ishlaysan. Shuncha yil ketding, yetadi. Joylashib olganimdan keyin bolalarimni ham o'zim bilan olib ketaman. Yo'q demang. Yo'q. Men qarshiman. Xayolingni chalg'itmasang-chi. Mayli, ishingni qilgin, yana ozgina pulingga pul qo'shiladi. Birpasda olamiz shu uyni. Ishimiz yomon emas-ku, bo'lyapti-ku. Begonalarga ishonmasang ham, telefonda o'qimayapsanmi? Nechta odamlar aldanib yotibdi. Timsohlarga yem bo'lgani-ku qancha. Sen shu yerda meni yonimda bo'lasan. Uy masalasini ham hal qilamiz. U muammo emas, singlim. Xo'pmi? Boshqa narsaga chalg'imagin. Alo, opa. Zarina, qayerdasan? Nega ishxonada yo'qsan? Bitta joyga o'tib kelayotgandim. Qayerga? Dugonam chaqirib qoluvdi. Qachon ishxonada bo'lasan? Hozir yarim soatlarda. Xo'p, kutib turaman. Bo'pti. Xolida opa. Bu men Zarinaman. Tushunarli. Sen ham green card yuta olmadingmi? Shundan umid qilgandim. Yutolmaysan deb aytganmidim? Baribir kelib menga yallasan deganmidim? Opa, uzr. Green card yutganimda arzonroqqa tushardim. Bilasiz, boshimda erim yo'q. Zarina, joy to'lib bo'ldi. Xolida opa, iltimos, bir amallab meni ham olib keting. Green cardga ishonib vaqtingni o'tkazding. Sendan boshqa yana 20 tasi ko'z yoshini oqizib kela o'tiribdi. Avvalroq ko'nganingda shu payt Amerikada mazza qilib yurgan bo'larding. Mayli, sharoitingni tushunganim uchun ham bitta seni olaman. Tayyorgarligingni ko'r, yaqinda ketasan. Rahmat Xolida opa. Bu yaxshiligingizni umuman unutmayman. Shu gapni gapirma. Yetib olganingdan keyin Xolida opani unutasanlar. Ishlaring bitguncha hammang menga qoyi paytava bo'lasanlar. Pulingni 100% qil. Qarzga olib ketmayman. Xo'p opa, pulim bor. Qachon yetkazay? Ertaga. Xo'p, kelishdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kayfiyating zo'r.
Opa. Sizdan so'ramasdan bitta ish qilib qo'ydim. Qanaqa ish ekan? Green card o'ynagandim. Chiqmadi. Yaxshi-ku. Ishingni davom ettiraverasan. Amerikaga olib ketishga odam topdim. Yana shu gapmi? Opa, ketmasam bo'lmaydi. Bir qarorga kelib bo'lganman. Zarina. Iltimos opa. Hech bo'lmasa siz mendan rozi bo'ling. Shu yerda ham yaxshi topyapsan, singlim? Aylanma yo'l bilan ketarkanmiz. Hammasi ishonchli, xavotir olmang. Qachon? Ertaga. Nima? Buni oxirgi kungacha sir saqlaganim uchun kechiring. Sen baribir bilganingdan qolmabsan-da. Sen o'ylab ko'rdingmi? Aylanma yo'l qanaqasiga ishonchli bo'lsin? Opa, mendan xafa bo'lmang. Bolalarimga qarab turasa, ishlarim yurishib ketsa, ularni ham olib ketaman. Chin so'zim. Shu ishni bekor qilyapsan-da sen. Bu yoqda topayotgan pulim uy-joy qilishim uchun yetmaydi. Xudo xohlasa, 1-2 yilda uy oladigan pulni to'plab kelaman. Opa, hamma narsangni oldingmi? Oldim. Hozir qayerga uchasizlar? Oldin Turkiyaga ucharkanmiz, keyin Parijga boramiz. Parijdan kemaga o'tirib Amerikaga o'tib ketarkanmiz. Zarina, qayerda bo'lsang ham telefon topib menga qo'ng'iroq qil, xo'p? Bilasan, xavotir olaman. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Necha kishi ketyapsizlar? Bilmadim, bitta ayol, keyin bitta oila bor, bola chaqasi bilan, shunani bilaman. Zarina, hali ham bo'lsa kechmas. Ketmagin, yonimda qolgin. Shuncha payt uyingizdan joy berganingiz uchun rahmat. Demak, ketasan. Mayli. Borib keling, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bor. Albatta menga qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Opa, siz ham kimnidir kuzatgani chiqdingizmi? Qizim Amerikaga ketyapti. Ketma deb yalinganimga ham qaramadi. Borib kelib tijorat qilarmish. Bularni to'xtatishga hech iloji bo'lmadi-ku, opa. Shunaqa. Men ham singlimni kuzatdim. Shuncha ketma dedim, baribir ketdi. Qayerga? Amerikaga ketyapti. Birgalashib hammaligi bitta ketishyapti. U hammi. Meni ismim Ra'no. Haligi opa, telefoningiz, nomeringizni bersangiz. Telefon qilib qolishsa, biri bo'lmasa biri, men sizdan hol-ahvol so'rab turardim. Mayli. Turardik bir-birimizdan. Meni ismim Aziza, keling men yozib beraman. Yozib bera qoling. Yaxshi bo'lardi, keling. Qo'ng'iroq qilsa albatta xabarlashamiz, a? Mana, qayd qilib qo'ysangiz. Xo'p. Aziza deb. Xo'p. Yozdim. Rahmat sizga kattakon. Dadasi, aravani olib kelingmi, uxlaysizmi? Yo'q, nimagadir uyqum kelmayapti. Zarinadan xabar bormi? Yaxshi ketishayotgan ekan. Turkiya aeroportidan qo'ng'iroq qildi.
Turkiyadan qayerga borishadi? Fransiyaga o'tishadi. Uydagilarning xabari bormi? Qiziqishgani ham yo'q. Faqat oyimga qiziq. Bechora oyim dadamdan, ukalarimdan yashirinib yig'lab oladilar. Qachongacha bunaqa azobda yurishadi yana? Arazlab. Unisini men bilmayman dadasi. Bir qarasang yosh bolalarga o'xshashadi. Bir qarasang Nodonlarga. Katta odamlar dadasi arazlab yurishganini qarang. Zarinaga qiyin bo'ldi. Bir emas, 2 marta aldanib ko'ngli sinib qoldi. Shu yerda o'zini tengi chiqmadi-da. Tinchib ketarmidi? Singlingiz ketganiga o'zi qancha bo'ldi? Taxminan 1,5 oycha bo'lib qoldi. Oxirgi marta qachon gaplashgansiz? Eslolmayapman. Parijdamiz dedi. Hozir kemaga chiqamiz, jo'nab ketamiz dedi. Bu yerda kim bilan gaplashgan? Xolida degan bir ayol bor ekan. O'sha bilan. Tushunarli. Tanisizmi uni? Xolida Samatning xotini bo'ladi. Ular oilaviy ish qilishadi. To'g'riroq aytganda, firibgarlik, tovlamachilik bilan shug'ullanadi. Ofisi Sergelida joylashgan. Ular oldin ham ogohlantirilgan, lekin to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Unda siz ofisini bilsangiz, o'sha yerga bora qolaylik. Ofis bizni nazoratimizda. Ammo Samat bilan Xolida oxirgi 15 kunda u yerga borishgani yo'q. Ular sening bilan birga ketgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Ular butunlay boshqa joyga qochishgan. Biz shuni tez orada aniqlaymiz. Telefon raqamingizni arizada yozib qoldiribsiz. Agar yaqin o'rtada birorta xabar bo'lib qolsa, biz sizga zudlik bilan yetkazamiz. Sening bilan birga ketganlarni, yaqinlarini ham taniyman. Ular ham kelishsinmi? Ha, hammasi kelishsin. Biz hoziroq qidiruvni boshlaymiz. Xo'p, rahmat. Mayli. Sening topiladi-a? Biz albatta singlingizni tezroq topishga harakat qilamiz. Va aloqaga chiqamiz, xavotir olmang. Asaba? Ra'noxon, yaxshimisiz? Nega yig'layapsiz? Yig'lamang. Ado bo'ldim. Qizimdan darak yo'q, hanuz darak yo'q. Oxiri ariza bergani keldim. Singlingiz qanaqa? Xabar qildimi, qilmadimi? Yo'qmi? Yo'qmi? Yo'q. Ketishiga qarshi bo'lgandim, opa. Gapimga quloq solmadi. Ketdi.
ularni aldab olib ketishgan. O'g'lim ertaga yo'lga chiqmoqchi. Parijgacha boraman deyapti. Opa, borgandan foydasi bo'larmikan? Axir balki o'sha yerda qolib ketgan bo'lishi ham mumkin-ku singlim. Ketma degandim unga, ketma degandim. Endi nima qilaman? Nima qilaman? Alo? Alo, assalomu alaykum oyi. Tez yetib keling. Dadamning toblari qochdi. Nima? Ko'zlarini ocha olmayaptilar. Hozir bolam, hozir yetib boraman. Sen tez yordamga qo'ng'iroq qilgin, kelyapman. Tinchlikmi? O'g'lim qo'ng'iroq qildi. Haligi xo'jayinim mazasi qochib qolibdi. Xo'p, opa, telefonlashamiz, maylimi? Tezroq boring. Keyin bir nima bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Xo'p. Xudoyim. O'zing yurdi. Boshingda shu ko'rgiliklar ham bor ekan-da, Ra'no, qizim. Ha, bunisi ham bor ekan. Doktorlar insult deyishdi. Bir tomonlari ishlamay qoldi. Davolasa bo'lar ekanmi? Hozircha bir narsa deb bo'lmaydi. Kutishimiz kerak deyishyapti. Shu paytgacha yakkalab qo'ydinglar. Nahotki sizlarda mehr oqibat bo'lmasa, bugun ham kelmasanglar bo'lardi-ku. Qizim. Oyi, dadamni erishganlari shu bo'ldimi? Zarinadan o'zlaricha arazlab yurdilar. Meni ham bundan battar ahvolga tushishimni kutib turibdilar. Shunaqami? Opa. Nima? Dadam sizdan ham og'ir ahvolda edilar. Nima? Esingizdan chiqib qoldimi? Dadamdan olib kelamay. Kimdan olib kelanay? Uka, begonalardanmi? Hammasiga o'sha singli zaibdor. U endi qaytmaydi. Bilib qo'ying. Bolalarini sizga qoldirib ketdi. Endi ana shu bolalariga siz qaraysiz, boqasiz. Qarayman. Alloh kuch-quvvat bersa, boqaman ham. Pochchamchi? Pochchamga kim qaraydi? Unga ham qarayman. Bolalarni ham boqaman. Mendan xavotir olmanglar. Sizlarga bizni keragimiz yo'q-ku. Opa. Qizim. O'zingizni qiynab nima qilasiz-a? O'ylang. Yaxshisi, sizga maslahatim. O'sha bolalarni bolalar uyiga berib yuboring. Qiynalmaysiz. Pochchamga qaraysizmi, ularga qaraysizmi? Maslahating uchun rahmat uka. Lekin men sizlar qilgan nomardlikni qilmayman. Jigarimga, uni bolalariga qarayman. Sizlar bo'lmasanglar, Yaratgan menga madad beradi. O'zingizga qarang. Pushaymon bo'lmasangiz bo'ldi. Pushaymon bo'lmayman, ukajon. Ilhom, bas qilgin. Opangni qiynama. Undan ko'ra doktor top. Kuyovni qarataylik. Uni oyoqqa turg'izish kerak. Yo'q, minnatli bo'lsa kerak emas, oyi. O'zim qarataman. Xo'p, oyim. Turaylik, meni ko'chada ishlarim bor. Iltimos. Duo qiling. Kuyovni dardiga shifo bersin. Sog'-salomat. Ering yaxshi bo'lib qoldimi? Ancha yaxshi. Ra'no, 3 kundan keyin Turkiyaga bormoqchimiz. Sana borasan biz bilan? Yo'q, men bora olmasam kerak. Erimni kasal holida tashlab keta olmayman. Ha, senga qiyin bo'ldi. Agar pulni ko'chirib bersang, molingni o'zim yetkazib beraman. Menimcha pul ham bera olmayman, o'rtoq.
Chunki xarajatlarim ko'payib ketdi. Do'konlardan bittasini sotishim kerak. Nega? Do'koningni sotib nima qilasan? Agar pul kerak bo'lsa, men o'zim senga berib turaman. Kattaroq pul kerak-da menga. O'rtoq do'konni sotaman. Ishlarim ozgina iziga tushib ketsin, boshqa bir kattarog'ini olaman. Baribir oxirgi 3 marotaba ham tovarga chiqolmadim. Bu yerdan olayotganlarim esa oqlamayapti. O'zing ko'rib turibsanmi? Aytgancha, singlingdan xabar bormi? Undan xabar yo'q o'rtoq. Bolalari sen bilanmi hali? Kim bilan bo'lardi? Men bilan-da. Shularni boshini silab tursang, buni mukofoti bor. Erim oyoqqa turib, singlim topilsa, shuni o'zi menga katta mukofot o'rtoq. Dugonajon, yordam kerak bo'lsa, tortinmay so'rayver. Qo'limdan kelguncha senga yordam beraman. Yaxshi ham sen borsan o'rtoq, rahmat. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, bolam. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Ukalaring ham yaxshimi? Ha, yaxshi. Ovqatini berdim, yeb olib xonalariga kirib ketishdi. Dadangchi? Dadam ham yaxshilar, xonalarida televizor ko'rib o'tiribdilar. Barakalla. Yaxshi ham sen borsan. Firuz bilan Shirin xonasidami? Ha, xonasida. Yaxshi. Dars qilishayotgandi menimcha. Ha. Singlimdan hali ham xabar yo'qmi? Yo'q, singlingizdan haligacha xabar yo'q. Lekin maxsus xizmat bu ish bilan shug'ullanyapti. Nahotki shuncha vaqt, shuncha yillar o'tdi, lekin ularni qayerdaligini aniqlamayapsizlar. To'g'ri tushuning. Ularning izlari chiqmayapti. Lekin Turkiyadan uchganlari aniq. Turkiyaga tushgan. Keyin Parijga borishgan. Va o'shandan keyin ularning izlari yo'qolgan. Ular Amerikaga ketmaganmi? Bu noma'lum. Bunga yaqin birorta dalil ham topganimiz yo'q. Aylanma yo'l orqali ketishgandir. Lekin to'g'ri tushuning. Mana shu haqida bizda ma'lumot umuman yo'q, deyapman. Okeanni kesib o'tish mumkinmi? Urinib ko'rishgani ehtimoldan xoli emas. Bo'lishi mumkin. Lekin bilasiz, okean juda ham katta. Undan qayiqda suzib o'tish umuman iloji yo'q. Falokatdan o'zing asra Xudoyim. Mayli, hammasi endi ularni ham bilsa bilardi. Mayli, topilib qoladi. Xudo siqilvermang. O'zi sog'lig'ingizni ham o'ylangda opa. Siqilganingiz bilan bir narsa o'zgarmasa topilib qolar axir. Anaxon, shuncha yil o'tdi. Bormagan teshigim qolmadi. Surishtirmagan odamim qolmadi. Biror sado chiqayotgani yo'q. Biz ham umidimizni uzganimiz yo'q, Aziz opa. Ana video murojaatimga ham hech kim tayinli bir javob bermadi. Men baribir ishonaman. Meni bolam albatta qaytadi. Xudo xolasa meni singlim ham qaytadi, opajon. Ilohim, aytganingiz kelsin, qaytsin ilohim. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Umidim bor. Hozir. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Ra'no, uyga yetib ket. Nima? Dadang seni so'rayaptilar. Nega oyi? Ahvollari og'ir. Senga aytadigan gaplari bor ekan. Voy.
dadamga nima bo'ldi? Birdan toblari qochib qoldi. Tezroq kel qizim. Xo'p, oyi, xo'p. Xavotirlanmay boraman, xo'p, oyi. Voy tavba, tinchligim nima bo'pti? Tinchlik ekan. Dadam osina masalalari qochdi. Opajon, Aziza, ko'rishamiz, xo'p? Ko'pam siqilavermay. Umid bilan yashayman. Biror xabar bo'lsa aytarsiz, yetkazarsiz menga jon qizim. Dadajon. Umrim poyoniga yetgan ko'rinadi. Yo'q, unday demang. Dadajon, hali yaxshi bo'lib ketasiz, dada. Ra'no, Ha, dada. Zarina qizim topilmadimi? Yo'q, hozir ichki ishlardan kelyapman. Bolalar yaxshimi? Ertaga sudga borib, vasiylikka berish haqida ariza yozib kelaman, dada. Qizim, senga rahmat. O'shanda men qizimni kechirganimda bunaqa darbadar yurmasdi. G'ururim yo'l qo'ymadi. Men aybdorman. Sizlarni oldinglarda aybdorman. Qizim, Ha, dadajon. onasi Dadasi. meni kechiringlar. Dadajon. Sizlarga ozor berdim. Unday demang, dadajon. Hali Zarina ham keladi sizni ko'rgani. Ungacha yetib bormasam kerak. Unaqa demang, dadasi. Unday demang. Dada. Unaqa demang. Dadajon. Agar kelsa onasi Ra'no, Dadajon. agar kelsa aytib qo'yinglar. Men uni kechirdim. Meni ham kechirsin. Dadajon. Aytamiz. Dadajon, aytamiz. Dada. Onasi Ha, dadasi. Zarina kelsa Dada. Dada. Dadasi. Dadajon. Dadasi. Dadajon. Dadajon. Opa, hammasi uchun rahmat. Bo'ynimdagi qarzimni uzdim xolos. Pochcham oyoq qo'yish, qizlarimni uyli joyli qilishi juda ham ko'p yugurdik. Taqdirimda shunday kunlar yozilgan ekan. Og'ridan o'tib, endi ularning rohatini ko'radigan davrimiz keldi. Umringiz uzoq bo'lsin. Pochcham, to'ylar ketidan to'ylar charchatib qo'yishmadimi? To'y bo'ladi-yu, charchaymizmi? Ra'noga rahmat. Hammasini sabr bilan yengdi. Sizni ham katta yordamingiz tegdi. Bir chekkada qarab turmadingiz. Shu ishlarni bog'liroq qilishimiz kerak edi. Afsuski, oqibatimiz ko'tarilib, kech qoldik. Endi bu yo'lga birgamiz. Nimaiki yordam kerak bo'lsa, hammasiga tayyorman. Rahmat uka. Zarina o'g'lini to'yini ko'ra olmadi. Mana qiziga ham sovchilar kelib turibdi. Yaqinda Fotiha to'yini ham belgilaymiz. Afsus,
Bolalarni to'yda o'zi boshqa osh bo'lsa yaxshi bo'lardi. Siqilmang opa. Nasibasi bo'lsa albatta yetib keladi. Qaniydi? Bo'lajak qudalar to'yni tezlashtirishmoqchi. Begona nomer. Hozir. Alo, eshitaman. Opa, men. Kim bu? Singlingiz Zarinaman. Zarina? Nima? Darvozangiz oldimi? Zarina, hozir. Ocha, hozir. Zarina. Singlim. Salom, salom. Voy qizim, mani eslayapsizmi? Mana qizim siz bilan ketgan edi. Esingizdami? Jon qizim, mana qizim birgalikda siz bilan. Eslolmayapsizmi? Esladim. Opajon, bizni Parijgacha olib ketishdi. Xo'sh, Mana o'sha yerda qullikka sotib yuborishgan. Nima? Nima? Boshqa hech kimni u yerda ko'ra olmadim. Shoshmang, shoshmang. Qanday sotib yuborishgan? Meni bolam nima bo'ladi? Qaytdingiz-ku, meni bolam qani? Nega bolam yo'q? Men shuncha yil kutdim, shuncha yil umid qildim. Ayting menga, nimalar bo'lganini ayting, ayting. Ayting. Xola biz Amerikaga yetib bormadik. Ana shu Parijni o'zida bizni sotib yuborishdi. O'sha yerda ayrilib ketdik. Hech uchrashmadik. Kim qayerga ketganini men bilmayman. Sotib yuborishdi. Meni qizimni sotib yuborishganlar. Ish qilibdir ekan. Allohim. Qizim qaytib keladi. Allohim, bitta umidim, niyatim shu. Bolam qaytib kelsin. Allohim, armonda qoldirmagin meni jon. Allohim. Bolam qaytib Keladi, qaytib keladi. Mana meni singlim keldi-ku. Topiladi qizim bo'ldi. Kuyibmang. Xursandman. Jon singlim kelganingizga xursandman. Biror xabar, uchiqqunday xabarni qizim to'g'risida. O'sha yerda bir jinoyat ochilmaguncha bizni ham hech kim qayerdaligimizni bilmasdi. Kasallarni ayamay o'ldirib yuborishdi. Ochishga uringanlarni esa ayamasdan otib tashlashdi. Meni bolam. Nihoyat o'sha bir jinoyat ochildi-da mahalliy politsiyaga xabar berishdi. Ular bizni u yerda qutqarib o'zimizni mamlakatga jo'natishdi. Umid bilan yashagan odam qaytadi deb, meni bolam qaytadi deb kutgan edim. Allohim, Allohim, bolamni qaytar menga jon. Allohim, qaytar. Qaytaradi opajon. Bo'ldi. Siqilmang. Albatta qizish topiladi, jon opa. Bolajonim.
onangni kechir. O'zim urib seni asrab qolaman. Zarina uzringizni qabul qiladi. Lekin uni ko'rgan azob uqubatlariga kim javob beradi? O'sha paytda arzimagan xatosini kechirmaganligingiz uchun ortidan shuncha voqealar bo'lib ketdi-ku, oyi. Jonim qizim, men aybdorman. Kechir jonim qizim, o'zim o'rgilay, kechir jonim bolam. O'zim o'rgilay. Jonim. Opa, bolalarim qayerda? Firuz, Shirin, ularni hech kimga berib yubormadingiz-a? Yo'q. Hech kimga bermayman, Zarina. Firuz kelin bilan ishda. Firuz uylandimi? Shirinni to'yini ko'rish senga nasib qilgan ekan. Ertaga qudalar kelishadi. To'y kunini birgalikda belgilaymiz seni. Shirin. Qizim.